Sizlar bilan hozir YTT, ya'ni yakka tartibdagi tadbirkor to'g'risida gaplashamiz. YTT nima? YTTda bu o'z aslida yuridik shaxs emas, jismoniy shaxs hisoblanadi. U shunchaki yuridik shaxslar bilan munosabatlarni yo'lga qo'yish uchun o'zini YTT sifatida ro'yxatdan o'tkazish kerak bo'ladi. Agarda siz bir ma'lum bir faoliyat turi bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, YTTda faoliyat turlari nisbatan cheklangan. Bular asosan magazinlar bo'lishi mumkin, dorixonalar bo'lishi mumkin, savdo sotiq bilan shug'ullanadigan kichik do'konlarimiz YTT faoliyati bilan shug'ullana oladi. Lekin siz masalan katta ishlab chiqarish zavod bo'ladigan bo'lsangiz, siz o'zingizni YTT sifatida ro'yxatdan o'tkaza olmaysiz. Demak, YTTda faoliyat turi cheklangan bo'ladi. YTT ro'yxatdan o'tkazganingizda siz ham bemalol bank moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishingiz mumkin. YTTda to'lanadigan soliqlarga keladigan bo'lsak, o'zingiz ko'rgan daromadingizdan 1% soliq to'laysiz va har oy qo'shimcha patent sifatida 412 ming so'm, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorini 1 baravar miqdorda qat'iy soliq summasini to'lashingiz kerak bo'ladi. YTTda bitta afzallik bor. YTTda siz ishchi olishingiz shart emas. Shunchaki 412 ming so'm bir oylik patentingizni to'laysiz, sizga o'zingiz dohodingizdan 1% to'lab yurasiz, bo'ldi tamom. Lekin qo'shimcha ravishda YTT 5 nafargacha ishchini ham yana qo'shimcha ishga qabul qilishi mumkin bo'ladi. Boshqa korxona turlari haqida yana ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizani kuzatishni davom eting.